Xitoy Kompartiyasining Qo'rshav shaxmat tafakkuri va Amerikaning kommunikatsiya strategiyasi. Analizchi Li Yeping. Tarjimada Uyg'ur fidoi tarjimonlar guruhidan Bilmasjon. 2019-yil 3-sentabr. 1-bo'lak. Ilova. Assalomu alaykum aziz o'qurman. Xitoy siyosiy analizchisi Li Yepingning bu analizini tarjima qilishimizdagi maqsadimiz kelgusida Xitoyda yuz berish ehtimolligi bo'lgan har qanday o'zgarishga tayyorlik ko'rayotgan Xitoy ziyolilarimi bor bo'lib, ular bu sababli o'ttirg'i chiqadigan Sharqiy Turkiston va Tibet qatorliq masalalarning atlab o'tib ketolmaydigan bir masala bo'lganligini bilgani sabab, bu masalani o'zlarining manfaatiga munosib shaklda hal qilish yo'llari ustida izlanib o'tibdi. Shu sabab bizningmi kelgusi taqdirimiz ustida boshqa turayotganlarning o'y-fikrlarini bilish, duch kelish ehtimolligimiz bo'lgan qiyin o'tganlardan aql bilan o'tishga tayyorligimiz bo'lish uchun mazkur leksiyani asli mazmuni bilan tarjima qilib diqqatingizga sundiq. Siyosat azaldan qarshi tarafning nima qilmoqchi ekanligini faraz qilish, tushunish va tadbir olish jarayoni bo'lib, qarshi tarafning keyingi qadamda nima qilmoqchi ekanligini bilmaganimizda, tushunmaganimizda siyosiy xatoliklarni sodir qilishimiz mumkin. Bu leksiyaning qarindoshlarimizning boshqalarni tushunishida ijobiy roli bo'lishini umid qilamiz. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana ko'rishganimdan xushalman. Bugun mushu 24 soat ichida bo'lib o'tgan bir xabar ustida gap qilmoqchiman. Eng yangi xabarlarga asoslanganda, Hong Kongda bir maqsad amalga oshmagan qotillik delosi yuz bergan. Bir o'rtaq tilda so'zlashadigan bir kommunizmni himoya qiluvchi Xitoy oshkor holda orqa-orqadan 4 Hong Kong fuqarosiga pichoq tiqqan. Naq maydondagi rayonlik parlament a'zosi Zhao Jiashan uni to'smoqchi bo'lganda, haliqi jinoyatchi bek qovul bo'lib, Zhao Jiashanni ching quchoqlab olib, qo'lqini tishlab uzib olgan. Naq maydonda nihoyat ko'p qon oqqan. Naq maydondagi shahar aholilari birlashib, haliqi qabih jinoyatchini bo'ysundirib, yerga besib olgan. Bu vaqa Hong Kong vaziyatining kontrolligidan qisman chiqib ketganligini bildirdi. Buni asosliqi Xitoy Kompartiyasi keltirib chiqargan. Ular davlat ichida ta'til tashviqot qilib, Hong Kongdagi milliy qarshilik harakatiga Hong Kong mustaqillik harakati deb bo'hton chaplaganlikdan, ashundoq mingsi yulg'onlar buning ta'siriga uchrab ketgan bo'lib, tasliq qiladi Hong Kongni biroqla jimoqtirg'ili. Albatta, Xitoy Kompartiyasi Hong Kongga keng ko'lamli harbiy bostirish olib berishga jur'at qila olmaydi. Shunga ular qalaymaqonchilik paydo qiladigan taktikalarni qo'llanyapti. Mushundaq kommunizmni himoya qiluvchi Xitoylarni va qurolli soqchi qismning odamlarini avatib, qalaymaqonchiliklarni tug'dirish, jinoiy qilmishlarni sodir qilish orqali Hong Kong xalqining qalbida qo'rqinchli kayfiyat paydo qilib, bosh egib itoat qiladigan holatga akilishni maqsad qilyapti. Ular erkin dunyoda yashab ko'nib qolgan Hong Kongliklarni faqatla tushunmaydi. Erkinlikni tartib olish unchalik oson emas. Shunga Xitoy Kompartiyasining qanday usul qo'llanishidan qat'iy nazar Hong Kongning qarshilik harakati bo'shashmay davomlashaverdi. Hong Kong xalqarining qo'llashiga erishdi. Eng yangi xabarga asoslanganda, Angliya hukumatı Hong Kong masalasida yarim yillik doklad e'lon qilgan. Gerçi Angliya hukumatı Hong Kongdan chekinib chiqqan bo'lsa-mu, burun imzolangan Xitoy-Angliya birlashma bayonotiga asosan ular yanada Hong Kongga nisbatan belgilik mas'uliyatga ega. Angliya hukumatı Xitoy-Angliya birlashma bayonotiga astoydil muomala qiladigan bo'lib, bayonotga asosan Hong Kong masalasi to'g'risida har yarim yilda bir doklad chiqarib, Angliya fuqarolariga Angliya parlamentiga bu bayonotning ijro bo'lish ahvolini, Hong Kongning navbatdagi vaziyatini doklad qilib turdi. Oldingi yarim yil Hong Kong tarixidagi eng davolg'ugan, eng qalaymaqon bo'lgan, eng qalliq va eng vahshiy yarim yildir. Shunga Angliyaning bu doklati Xitoy Kompartiyasiga intayin foydasiz. Ular Xitoy Kompartiyasiga Hong Kong masalasini cho'qim siyosiy masala sifatida qarash kerakligini hamda bu masalani hal qilishning yadrosi bo'lsa, Hong Kongning avtonomiyalik o'rnini saqlab qolish ekanligini, Hong Kongliklar Hong Kongni idora qilish siyosatini haqiqiy ijro qilish kerakligini, Hong Kongliklarning demokratik huquqini tartib olishga bo'lmaydiganligini, Hong Kongning qonun sistemasiga daxl-taruz qilmasligini, avtonomiya va qonun orqali idora qilish Hong Kongning taraqqiy qilishining va muqim turishining ikki cho'ng ul ekanligini uqtirdi. U doklad chiqqandan keyin Xitoyning tashqi ishlar bayonotchisi Xitoy-Angliya birlashma bayonotining vaqti o'tgan tarixiy xarakterlik hujjat ekanligini, bu ishlarga aralashmaslikni, haqqa buyruq tushirmasligini, qalaymaqon gap qilmaslik lozimligini deb bayonot berdi. Bu diplomatik xodimlarning deydigan gaplariga faqat o'xshamaydi. Aksicha, eg'iz bosib odam tilgandekli gaplarga bakarak o'xshaydi. Hong Kongliklar faqat shundaqla xalqaro jamiyat Angliyaning dokladiga munosabatli uchurlarga erishib bo'ldi. Xitoy Kompartiyasi Xitoy-Angliya birlashma bayonotining mazmunlarini ijro qilmasa, xalqaroning oldida ishonchisini yo'qotdi.
hech kim ularga ishonmas bo'ladi. Aksicha, Hongkongliklar xalqaraning yordamiga erishgandan keyinmi qarshilik harakatini qat'iy davomlashtirdi. Yana bir ahamiyatli xabar bo'lsa, Amerika konservativlaridan Cumhuriyetchilar partiyasining nihoyat nufuzli peshqadam arbobi Newton Gingrichning yangi kitobi nashrdan chiqqan. Kitobning temasi bo'lsa, Trumpning Xitoy bilan do'yliqqa tushishi bo'lib, qo'shimcha temasi bo'lsa, Amerika yuzlanayotgan eng chong xatarlar. Bu Gingrich degan odam Clinton prezident bo'lgan davrlarda Cumhuriyetchilar partiyasi konservativlarining bir rahbari bo'lib, ayni davrda Clinton ikkisi orasida siyosiy jihatda nihoyat cho'ng ixtilof paydo bo'lgan. Eng oxirida Clinton hukumatining birer oyda ish to'xtashiga sabab bo'lgan. U chog'da federativ hukumatning ko'plagan amaldorlari ta'tilga qo'yib berilgan. Chunki xamjot loyihasi tasdiqdan o'tmagan. Gingrich mana shunday ta'sir kuchli arbob. Hozir yashi 76-77 yillarga kirib qolgan bo'lib, allaqachon pensiyaga chiqib bo'lgan. U yana tarix fanlari professori, Xitoy Kompartiyasi va dunyo tarixini nihoyat atrofli biladi. Uning bu qatim nashrdan chiqqan kitobida Trumpning Xitoyga tutgan siyosatlari bayon qilingan. Kitob nashr qilingandan keyin u yangi taniqlar muxbirining ziyoratini qabul qilgan. U muxbirga Xitoyning xalqaroga qaratgan strategiya tafakkuri bo'lsa, Qo'rshav shaxmat tafakkuri ekanligini so'zlab bergan. Undaqda Qo'rshav shaxmat tafakkuri qandoq bo'ladi? U bo'lsa-mu az-azdan tadrijiy egallab olish tafakkuri bo'lib, uzluksiz singib kirib, fursati bo'lsa qarshi tarafning bir qismini yutib olish, fursati bo'lmasa kuchning baricha zaminni kengaytirish, Xitoy Kompartiyasining atalmish islohot ishini echib o'tish siyosatidan keyingi necha 10 yillik tarixiga nazar tashlab boqayli. Ular shunda qilganmi, emasmi? Deng Xiaoping o'z qobiliyatini yoshirishni tashabbus qilgan, ammo bu hargizmi passiv holdagi hech nim qilmaslik emas. Aksicha, qarshi tarafning beparvoligidan foydalanib, yoshirin holda o'z ta'sir doirasini kengaytirishdir. Ular Janubiy dengizda sun'iy orollarni yasab va harbiy lazimatliklarini o'rnashtirib, atrofdagi davlatlarga tahdid paydo qildi. Erkin holdagi xalqaro qatnashga daxl qildi. Shuning bilan bir vaqtda G'arbning siyosiy, harbiy, iqtisodiy va madaniyat sohalariga yusrin singib kirdi. Amerikada kuchli davlatga mushu taktikasini ishlatadi. Oldingi kunlarda Trumpmi, Pence'mi Amerikada Xitoy uchun gap qiladigan manfaatdorlar guruhining borligini o'tirib qo'ydi. Gingrich bu kitobida Amerika qatorli g'arb ellarining tafakkurining shaxmat tafakkuri ekanligini, Xitoy Qo'rshav shaxmat tafakkuri ishlatgan bo'lsa, Amerikaning kallakesar taktika qo'llanishining lozimligini bayon qiladi. Qo'rshav shaxmat va shaxmatdan iborat bu ikki xil o'xshamagan tafakkurning raqobatida meningcha shaxmat tafakkuri cho'qim yengib chiqadi. Bo'libmi o'zining qudratli amaliy kuchi bo'lgan Qo'rshav shaxmat taktikasining o'ziga bo'lgan zo'r xatarini his qilgan ahvol ostida cho'qim yengadi.